Aktyor Bobur Yo'ldoshev haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bobur Yo'ldoshev ko'z yoshlarini yashira olmadi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bobur Yo'ldoshev ko'z yoshlarini yashira olmadi. Ota-onasi vafot etganda inson nega yig'lashini bilasizmi? Qalblarni larzaga solgan so'zlari keng muhokamalarga sabab bo'ldi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Bobur Yo'ldoshevning samimiy va ta'sirli fikrlari keng muhokamaga sabab bo'ldi. Uning ota-onasi vafot etganda inson nima sababdan yig'laydi bilasizmi degan savoli minglab insonlarni o'yga toldirdi. Suhbat davomida u o'z his-tuyg'ularini yashira olmay ko'z yosh to'kdi. Bu lavhalarni ko'rganlar uning samimiyligi va ota-onaga bo'lgan mehri haqida ilk fikrlarni bildirmoqda. Bobur Yo'ldoshevning ta'kidlashicha, inson ota-onasidan ayrilganda faqat ularning yo'qligidan emas, balki endi ularga mehr ko'rsatish, duosini olish, xizmatini qilish imkoniyati qaytmas darajada qo'ldan ketganini anglagani uchun ham yig'laydi. Bu fikr ko'pchilikning qalbiga yetib bordi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Videoni tomosha qilgan foydalanuvchilar turli izohlar qoldirishmoqda. Ayrimlar uning har bir so'zida hayot haqiqati mujassam ekanini aytsa, yana boshqalar bu chiqishdan so'ng ota-onasini yanada qadrlash kerakligini his qilganini yozmoqda. Ko'plab insonlar Bobur Yo'ldoshevning ko'z yoshlari sahnalashtirilmagan, balki qalbdan chiqqan samimiy tuyg'ular ekanini ta'kidlashmoqda. Bu chiqish nafaqat muxlislar, balki keng jamoatchilik o'rtasida ham katta qiziqish uyg'otdi. Chunki har bir inson hayotida ota-onaning o'rni beqiyos. Ular tirikligida mehrini qadrlash, duosini olish va xizmatini qilish eng katta boylik ekanini Bobur Yo'ldoshevning samimiy so'zlari yana bir bor eslatib qo'ydi. Sizchi, qadrli tomoshabin, Bobur Yo'ldoshevning bu fikrlariga qo'shilasizmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.